Xo'p, bismillah. Bugun nechinchi kun xudo xolasa? Bugun 10-chi. 10-kun. Bormi shunda? Ha, erta inni. Plazmani ham oxirgisini qo'yamiz xudo xolasa. Bismillah. L5 sohasida 10 millimetrli greja bor edi. Почти 11 millimetr. O'ng taraf oyoq nervlashini siqib qo'ygan edi. Og'riq o'ng oyoqda. Kuchli bo'lganmi og'rig'ingiz? O'zingiz ozgina gapirib bering. Og'riq juda kuchli edi. Og'ir holatda keldingiz. Og'riqni naqasidan joy qilib topa olmasdim. Og'riq holatda kelib mana bugun 13 kun, oyog'im 3 kun. Hozir misol uchun narsa ko'tara olaman. Narsa ko'tara olaman, yaxshi. Alloh baraka topishsin. Hop. Muomala yaxshi. Kelganingizga nisbatan qonuniga necha protsent ketdi? Данное время kelganingizga nisbatan og'riqlar necha foizga ketdi? Hozir og'riq umuman yo'q. Почти Umuman yo'q. 100% og'riq yo'q hozir, to'g'rimi? Umuman og'riq yo'q. Og'riq yo'q. Alhamdulillah. Umuman og'riq yo'q. Shu Alhamdulillah. Bu bitta kurs lecheni 2 oydan keyin повторный kurs lecheni qilamiz, ровно 2 oydan keyin. Keyin yana bir 3-4 oy o'tkazib turib повторный MRT qilamiz. Do после qilib o'sha MRTlaringizni solishtiramiz. Alloh shifoga qilsin, salomat bo'ling. Kimlar shunaqa greja bezovta qilsa, albatta murojaat qilishinglar mumkin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Bo'ldi.